Thomas Shelby'ning yangi kinosini ko'rdinglarmi? Homeplay'da allaqachon o'zbekchasi ham chiqib bo'ldi. Serialini ko'rganlar biladi, syujeti juda ham kuchli. Ikkinchi jahon urushi payti bo'ladi. Bu film esa o'tkir va qorlilar, ya'ni Thomas Shelby o'lmas odam deb nomlangan. Nega o'lmas odamligini kinoni ko'rish davomida bilib olasizlar? Mana videoda tushuntirishga harakat qilaman. Bu film serialning sequeli bo'lib, ya'ni serial syujetidan keyin davom etadi. Ya'ni mana u serial tugaydi-yu, o'shandan keyin davomi xullas, undan keyin bo'ladi. Film kino tanqidchilar tomonidan juda ham yaxshi baholangan. Rotten Tomatoes'da ko'rishlar mumkin 91% olgan va tomoshabinlar 89% qo'yishgan. Demak, yaxshi albatta. IMDb'da ham bali normalli 6-7 olibdi. Nega o'lmas odamligiga kelsak, Thomas Shelby serialning so'nggi fasllarida, ya'ni oxirgi qismlarida o'zini o'limga tayyorlaydi, lekin o'lmay qoladi va hammasi tashlab ketadi. Va serialda so'roq bo'lib qolganda, nima qiladi endi, u qayerga ketdi, nima bo'ldi, xullas uni syujeti, ya'ni hayoti. Shu savollarga bu filmda javob olamiz. Ya'ni bu yerda o'lmas odam degani majoziy ma'noda primoy emas. Mana u pichoq suqsa o'lmaydigan emas, xarakter tomonidan o'lmas, sinmas degan ma'noda. Xullas ko'p gapirib o'tirmayman, tezroq Homeplay degan dasturni tortinglar. Bu yerda siz 5000 ortiq kinolar, seriallar, multfilmlar, dramalar va turk seriallarini ko'rishingiz mumkin. Shelby'lar kinosini ham serialni ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, poiskga kirib Shelby'lar oilasi deb yozsanglar ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi ham bor. Barcha fasllari o'zbek tilida, tiniq va o'zbekchada. Qaytgancha yana bodroq promokodi bilan 3 kun bepul ko'rsanglar bo'ladi. O'z obunasi 10 ming so'm. Xullas endi filmni qayerdan ko'rishni bilasizlar? Unda ketdik. Uje ko'rib bo'lganlar bo'lsa, izohlarda o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar.